Rahmat. Men Sinoxon bilan Xadichaxon deb keldik. Maktabga dokument qildik, hozir dokumentlarni topshirildi. Endi natijasini kutamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Mana hozir biz Xadichaxonni nimaga mohi bilan kelib, Xadichaxon akalarini maktabini hal qildik. Qancha odam kelgan sayin menga yangi tajriba bo'lyapti. Avval o'sha dokumentni mana shunday prima birdaniga maktabga kelib hal qilish menda problema bo'lardi-da. Qanday bo'lardi? Hozir endi men o'rganim o'qituvchisidan so'radim. Men aytdim, dokument dedim, uyda kontrakti boshqa bir do'stimizning nomida, lekin bular yashayapti. Shuni hal qilsak bo'ladimi?